Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Xudo xolasa mana kichkina fasatimizni ham boshlab oldik. Betga tepada ekanmiz, pastda kichikroq terak yuradi, o'rtaga pianino ishlab chiqamiz, kolonnalar chiqaramiz xudo xolasa. Akalar, sementoviy tegaga narxi bilan bir qator aytib chiqaman, xudo xolasa. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. 90 861 1158. O'shlaring mumkin akalar, mana romlar chetiga shunaqa o'yinchoq variantlar qilib tepaga qilib berganmiz. Romlar tepasini 120 mingdan qilib beryapmiz, 1 metr narxini. Va bu o'yinchoqlarini 100 ming so'mdan donasi, donamay bo'lyapti. Mana bu kolonnalari mana xudo xolasa qirlari ham ideal chiqqan. Qanaqasi yo'q. Buni 1 metr narxini ham 120 ming so'mdan qilib beryapmiz akalar. Endi mana bu kolonnamiz 37 sm aylanib o'tishi, 37 tanlaganaqa. Buni narxini 350 ming so'mdan qilib beryapmiz akalar. Kalsullar alohida yuradi. Kalsullar ham metrga olinadi, aylanib o'tishi. Ular hisoblanadi. 1 metr tegagan narxida yuradi, 350 ming so'm. Endi mana bu yerga o'zimiz idea qilib chiqarib berganmiz. Bu narsani 75 lik trubani yarimdan sal kattarog'ida. Karnizlarimiz akalar, ana tepa karnizlarimiz 38 ga, tepa qalinligi chiqishi 15 santimetrli karnizlar akalar. Endi mana bu nima deyapti akalar, mana bu qirralarga qaranglar. Xudo xolasa ideal bo'lib chiqqan. Bu kolonna deyilamiz narxi, 1 metr narxi 250 ming so'm yuradi. Buni ham o'yinchoq alohida bo'ladi, o'yinchoqdan pastga o'lchanadi akalar. Mana patologlarni ham o'zimiz suvaganmiz, cho'tkilab. Mana akalar. Mana akalar, gigant uchastkamiz. Baho berasizlar, xudo xolasa ideal chiqqan.